Premyera chetda qolib, o'ylamay gapirib qo'yish oqibatida xalqni yana shov-shuvga solgan Yulduz Usmonova kechirim so'radi. Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari, xush kelibsiz. Kanalga obuna bo'lib, videoga albatta like bosishni unutmang. Kuni kecha xonanda Hamdam Sobirov hamda Yulduz Usmonova premyera qo'shiqni taqdim etdi. Shundan so'ng xonanda Yulduz Usmonova o'z Instagram sahifasida jonli efirda ajrashgan ayollarga qiyin, ularni unitazga o'xshatdi. Yulduz Usmonova shu bir og'iz gapi shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Lekin xonanda buni yomon niyatda aytmagandi. Lekin bu gapni noto'g'ri tushungan ko'plar video qilib chiqishdi. Shundan so'ng primadonna Yulduz Usmonova xalqdan uzr so'rab chiqdi. Bu gaplarni men emotsiyada aytib yubordim. Iltimos kechiringlar, dedi Yulduz Usmonova. Hozirda xonanda Umra safarida. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Yulduzlar hayotini yoritib boramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.